Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsda Rust'da qolgan yarmini ko'rib chiqamiz, ya'ni o'zgaruvchilarni. O'zgaruvchi va ma'lumot turlarini. Birinchi bo'lib sizlarga bir kichik ma'lumot ko'rsataman. Bu Rust'dagi komment, ya'ni kommentariyaga olish. Birinchi yo'li bu ikkita o'ng tarafga qayrilgan chiziqcha. Bunga Rust'da yozaman. Ikkinchi yo'li ochib yopuvchi kommentlar. Bugun modchimizni ham ko'ramiz. Birinchi o'rinda const tuple array topib qo'yishimiz kerak albatta. Shu ikkita yo'l bo'yicha kommentariy qilsangiz bo'ladi. Birinchi bo'lib const ko'ramiz. Const data turini ochish uchun birinchi bo'lib kaliti so'z const deb yozamiz va bunga nom qo'yamiz. I deb qo'yaylik. Va eslatib o'taman, bu odatda ko'p hollarda katta harf yoziladi bu nomi. Keyin bunga ma'lumot turini beramiz, ya'ni qaysi turdagi ma'lumotlarni saqlashimiz kerak. Va bunga taxminan 1 million. Va tushunishingiz uchun mana bunday qilsak ham bo'ladi. Shunchaki tushuntiradi, ya'ni vizual ko'rishga osonlashtiradi va dastur ham ishlab turaveradi, xatolik bermaydi. Hop. Endi raf ko'ramiz. Ana 1 million chiqdi. Va aytib o'tib ketaman, bu har qanday holda ham const data turi o'zgarmas. Umuman hech qanday holatlarda o'zgarmaydi. Faqat uni ko'rish, ya'ni read qismini ko'rib chiqa olamiz. Ya'ni update yoki delete qilmaydi. Va endi shu bilan bu const data turi edi. O'zgarmas ma'lumot turi. Keyingisi bu tuple. Buni ochish uchun let deb yozamiz va buni o'zgartiramiz, ya'ni update qilsa bo'ladi. Shuning uchun mute qo'yaman, ya'ni o'zgaruvchi ma'lumot turi bo'lishi uchun. Baho deb qo'yamiz. Bunga ma'lumot turini berib ketamiz. Eng qiziq holat ma'lumot turlarini alohida berib chiqamiz bunga. Birinchi o'rinda Isax kiritaman, keyin full data turi va char. Uchta ma'lumot har xil. Baho deganimiz uchun o'ylab ko'ramiz. Buni birinchi baho qo'yiladi. Maktablarda 5. Ko'pchilik bolalar 5 olmaydi. Keyin imtihonni o'tdimi yo'qmi? True qo'yamiz, o'tgan. Va balli qanday bo'lgan? Balli mana A bo'lgan. Va buni ko'rib olamiz. Default. Eslatib o'taman, bunda albatta hammasini ko'rishda iloji bor-ku, lekin birinchi bo'lib qanday qilib indeks orqali ko'rsatib chiqaman.
Ya'ni print qilishdan oldin baho deb yozamiz va qavs qo'yamiz. Keyin nomini o'sha tuple turgan joyda, ya'ni nomini yozamiz, baho, va uni birinchi indeksini topamiz. Ya'ni indeks degani bu ma'lumot turlarini, ya'ni ma'lumot turlari emas, o'zgaruvchi o'sha ma'lumotni joyi bo'ladi. O'zgaruvchida ma'lumotlarning joyi. Ya'ni A ni joyida hozir 0, true'da esa 1, A da esa, yani qisqasi 0 dan boshlab bu yerda hozir 2 gacha bor. Ya'ni indeks bu ma'lumot turining, kiritilgan ma'lumotlarning orqa tomondagi joyi. Va mana true. Birinchini tanlaganim true chiqdi. Ya'ni mana bu yerga hozir 10 ta ma'lumot turini yozsam, char, string yoki u16 deb yozib ketsam va 10 tasini yozaman. 10 tasida ham orqasida qandaydir son turadi, ya'ni indeksi. Indeksi esa har doim 0 dan boshlanadi. Misol uchun mana shu indeksni hisoblab chiqsak, 5 da 0, true'da 1, A'da 3, 1da 4, 2da 5, 43da 6. Ya'ni 5 ta indeks 0 dan boshlangani uchun. Xullas, tushundingiz degan umiddaman. Mana bu yerga hozir endi 0 ni kiritsam, menga 5 sonni qaytarish kerak. Hadi ko'ram. Da cheklab qo'yganman, ya'ni ma'lumot turlarini ko'paytirib olganman, chegaralanganidan oshirganman. Shuning uchun qanday bo'lsa o'shanda yozish kerak. 3 ta ma'lumot kiritish kerakmi? Demak, 3 ta ma'lumot kiritish kerak. Va bu yerda 5 chiqdi. Agar bu yerga 2 yozsam, unda menimcha tushundingiz nima chiqish kerakligini. Yana yozsam, bu yerda A chiqishi kerak. Va endi hammasini ko'rib chiqamiz, ya'ni bittada ma'lumot turlarini ko'rib chiqamiz. Hozir yozaman. Va bunday ikkita tochka va so'roq qo'yaman. Bu nima qilib beradi desangiz, bu barcha elementlarni bittada chiqarib beradi, tuple'da. Hop, endi sizlarga boshqacha yo'lini ham ko'rsataman. Buning uchun mana bularni o'chirib tashlaymiz. Biz bularni musortiga otib yuboramiz. Va endi juda qiziq holat ko'ramiz. Ya'ni birinchisi bahosi deganini qilamiz. Ikkinchisi o'tdimi, ya'ni imtihondan o'tdimi, va bali bo'lib qoldi. Bali orolarini bunday qilib bahoga tenglab olamiz. Bu yerda nima sodir bo'lmoqda deyishingiz mumkin. Hozir tushunasiz. Bahosi va o'tdimi, invalid. Va endi qarang. Bu yerda bitta tuple ochilmoqda va o'sha tuple'da har bir elementiga bittadan o'zgaruvchi, ya'ni yangi o'zgaruvchiga solib qo'ymoqdaman. O'chirib tashlayman. Shunda ko'rishingiz mumkin. Karogoran qilaman. Bu yerda albatta mana buni qo'yib ketishda maslahat beraman. Tashlayman. Karogoran. Endi qarang. Bu yerda har bitta element alohida o'zini o'zgaruvchiga ega, o'zini qutisiga. Birinchi adashmasam buni 2-dars yoki 3-darsdan tushuntirib berganman. Alohida qutisiga ega. Endi bu
o'zgaradimi desangiz, bu o'zgaradi. Faqat boshqacha qanday desangiz, hozir bu joyda o'zgartirsam sizga tushunish qiyin bo'lib qoladi. Shuning uchun eski holatiga qaytaraman. Ctrl Z ni bosib turib albatta bizning eng yaxshi do'stimiz Ctrl Z. Qarang. Bu tuple. Endi bu tuple'ni bahoni ichidagi birinchi indeksga murojaat qilaman. Birinchi indeksda nima turganini albatta bilishingiz kerak, ya'ni boya tushuntirib berdim. Va buni false o'zgartirib qo'yaman. Ya'ni birinchi indeksdagi narsa bu boolean data type, ya'ni true. Endi ko'ramiz o'zgarganmi yoki yo'qmi. Endi bunday qoldirib ketmasligimiz kerak bu narsani. Mana false o'zgargan. Xohlasangiz alohida o'zini chaqirib olaman. Bardo. Go'dan. Mana alohida ko'rib turishingiz bu false. Endi qiziqib chaqirdi o'chirib ko'raylik. O'chirish deyilmaydi. Update qilaylik. O'zgartiraylik. Buni qanaqa bolalar bor? Fail yiqildi. Da, ya'ni esidan chiqdi. Stringlar, albatta faqat stringlar ikkita qo'shtirnoq ichida yoziladi. Char esa har doim bittalikda. False. Tak. False bo'lmadi, fail. O'zgardi. Lekin endi bitta gap aytaman. Bu data type'ga, ya'ni bu o'zgaruvchiga, bu ma'lumot turiga qo'shib bo'lmaydi. Ya'ni ma'lumot qo'shib bo'lmaydi kod orqali. Va o'chirib bo'lmaydi ma'lumotlar. Mana bittasini o'chirib tashlasak. Demoqchi bo'lganim, o'chirib bo'lmaydi deganim, kod orqali delete qandaydir yo'llari bilan o'chirib bo'lmaydi. Mana agar bittagina kam chiqsa ham bu xato beradi. Ya'ni qanday yozilgan bo'lsa, qanday o'zingiz cheklangan miqdorda yozgan bo'lsangiz, o'shanda yozishingiz kerak. Charmi? Demak char. Bitta qo'shtirnoq. Mana dek. Endi tushundingiz degan umiddaman. Hammasini ko'rib olish uchun mana bu belgini ishlatamiz. Agar to'g'risini aytaman, bu belgini iloji bo'lsa, indeks bo'yicha ham ishlatib ketganingizda ham ishlating. Yoki indeksda qandaydir boshqa unikal o'zgaruvchi, ya'ni ma'lumotlar bo'lsa, xohlasangiz ishlatmasligingiz mumkin, lekin maslahat beraman buni ishlatishni. Chunki indeks orqali ham bemalol ishlaydi va indeksni o'chirib tashlasangiz, buni o'zi qolib ketadi va barchasini chiqarib beraveradi ma'lumotlaringizni. Keyingi data turimizga o'tamiz. Keyingi data turimiz bu array. Ya'ni array. Buni ochish uchun albatta let, keyin nima nom qo'ysak bo'ladi? Haq qo'yamiz. Miyam kelishdan keladi. Miyam qiynab qo'ymay endi. 5. Hop. Endi print length. Mana bunday qilamiz. Bu yerda array bo'lamiz. Shunday. Hozir bu yerda xatolik beradi. Xatolik bermasligi uchun ikkinchi ma'lumotni shartlaymiz. Ikkinchi ma'lumotni, ikkinchi elementni
Cargo run. Albatta. Apple'dan farqi nima desangiz, bu yerda farqi juda ko'p desam ham bo'ladi. Birinchi elementni chiqarib olib, 1 2 3 4 5 bo'lsa, birinchi elementni. Bu esa 0-indeks ostida. Og'riqli tomonda alba o'ynasdan chiqadi. Mana qarang, qanday xato chiqdi. Endi mana nimaga maslahat beraman. Mana bunday qilib ketishdi. Ko'rdingizmi? Bu indeks orqali ham yoki hammasini bittada ko'rib olish uchun ham eng zo'r optimal variant. Hisob deydi. Lekin eng qizig'i, bu yerga ham xohlasangiz berib ketishingiz mumkin ma'lumot turini. Ya'ni mana bunday qilsangiz ham bo'ladi. Ay bilanmiz. Ay 16 ham qildik. Mana bunday qilib, nechta element? 1 2 3 4 5. 5 dan, demak mana 5 qo'yaman. Mana buni o'chirib tashlayman. Hammasini bittada chiqarmoqchiman. Cargo run. Shunaqa bo'lyapti. Agar bu yerda hozir deb to'r qo'yib olsam, run qilaman. To'r kichkina, ya'ni bu yerda 5 ta element bor yoki bittasini cho'qib bor yoki yana bitta qo'shib qo'y degan ma'noda menga xatolik va signal tariqasida bermoqda. Bu yerda 5 qaytaramiz. Endi buni o'zgartirsa bo'ladimi desangiz, ha, albatta bo'ladi. Buni ham xuddi o'sha yo'l orqali farqga murojaat qilaman. Nechinchi indeksiga murojaat qilishim 3 deb yozsam 4 olib beradi menga. Chunki indeks 0 dan boshlanadi albatta, shuni esdan chiqarmaymiz. Va to'g'ri o'rniga mana tushunishingiz uchun 100 qo'yib qo'yaman. Albatta, albatta hozirgi og'riqli tarafi. Va endi bu yerda o'zgarishi mumkinmi yoki o'zgartirish mumkinmi desangiz, ha, bo'ladi. Faqat buning uchun mana bu yerga birinchi bo'lib mute qo'yamiz. Endi mana bu yerga o'sha o'zgaruvchiga, ya'ni qutiga murojaat qilamiz. Endi quti deb tushunishingiz uchun asl tariqasida aytyapman. Va qutiga aytamiz. Chap tomon burchagingda shu o'ng tarafrog'ida 4 degan son bor ekan. Ya'ni 3 deb yozsam, hozir menga 4 olib berish kerak. Va shu 3 o'rnini olib qo'yib, mana shu 100 olib qo'ygan kerak bo'lib qoladi qora kunga deb qo'yamiz. Va run qilamiz. Mana qani 4 o'rniga 100 qo'yib berdim. Bo'ldi, olib qo'ydan deb qo'ydi hisob. Endi bitta narsani o'chirib o'tib ketaman. Qarang. Tepadan pastga ishlaydi. Qisqa qilib aytaman. Kod tepadan pastga ishlaydi. Birinchi bu yaraldi va chiqarib berdi oynada. Keyin update bo'ldi. Agar mana bunday qilsam, birinchi bu yaraladi, keyin chiqarib beradi, keyin update bo'ladi, keyin update bo'lgan variantini chiqarib beradi. Tepadan pastga hoppa qilib ishlayveradi. Bu update qilish. Lekin
eslatib o'taman, bunda xohlasangiz ma'lumot bir xil bo'lsa agar berib ketmasangiz ham bo'ladi va agar ma'lumotingiz bir xil data type'da bo'lsa, mana shu yo'lda ishlatishingizni maslahat beraman. Agar har xil bo'lsa, albatta endi bittadan mazag'i char qilib yozib o'tirib, i8 deb yozib o'tirib bir maza qiling. Xullas, bu sizning tanlovingiz. Bunda ham xuddi shu ahvol. Delete qilib bo'lmaydi yoki add qilib bo'lmaydi kod orqali. Kod orqali degani, misol uchun mana bunaqa add degan nimadirlar yoki nimadir yoki mana bitta delete degan nimadirlar mavjud emas. Xullas, qo'shib o'chirib bo'lmaydi. Xullas, bunaqa gaplar. O'rtoqlar, 4-dars edi bu. Bugungi darsda constable array shu 3 ta ma'lumot turini o'rgandik. Xudo xolasa, keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.